Voy, boshim aylanib ketdi. Siz uchun 2 xonali dom topib qo'yganman. Narxini eshitib siz ham boshingiz aylanib ketib qoladi, do'stim. Zo'r joyda, zo'r lokatsiyada, Yangiyo'l tumanida bitta mashinani puliga 2 xonali dom topib qo'ydim. So'rayotgandinglar, arzonroq uy bo'lsa, pulim kam deyotgandinglar. Sizlar uchun Yangiyo'l tumanida Zangati ziyoratgohidan 5 kilometr o'tganingizda Leninizm degan pavorotdan shu kirib kelsangiz 200 metr mahalla orasida mana bunaqa chiroyli 2 etajli pishug'ichdan dom qurilgan ekan. Shu domimizni 2-etajdan 2 xonali dom sotilyapti. Arzimagan pulga. Bitta mashina puliga berib yuborishar ekan. Hamma kommunikatsiyalarimiz bor. Gaz, suv, svetlardan muammo yo'q. Mana ko'chalar, asfalt, tinch joy, taxminiy alintiri, tinchlik mahalla, Miyasi kombinat deyishadi. Bilganlar biladi. Ya'ni past egasi nomerini qoldiraman, lokatsiya ham tashib berishadi. Bu uy olsangiz, bonusiga sizga mana bitta kladovka qo'shib berishar ekan. Sklad qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Uy ichini bitta obzor qilib beraman, narxini ham aytib o'taman. Arzimagan pul. Videoni o'tkazib yubormang. Kanalga obuna bo'lib kuzatib turing. Yuring, operator. Mana bu podezimiz, kiraverishimiz. Do'stim, mana chiqib oldik, mana shu uyimiz. Keling, operator. Bismillahirrohmanirrohim. Akkuratniy qilib qo'yishgan uy. Mana kiraverishimizni kirib oldik ichkariga. Bunimizni перехожка bo'ladi, koridor. Koridordan o'ngga burilsangiz, hammom tualeti bor ekan. Smeshka deydi, bitta joyda joylashgan ekan. Yonida zal qilib foydalansa bo'ladigan xonasi bor, ko'chaga qaragan. Akfaromlar qilib qo'yilgan, tinch mahalla, gullarga mehr berishar ekan. Yaxshi insonlar ekan, zaruriyatdan sotayotgan ekanlar. Narxini srochniga arzon qilib beraman deyaptilar. Bu yoqni ham xonasini ko'rsataman, narxini aytib o'taman hozir. Mana bu yoqda oshxonamiz bor. Bu yoqda ham akfarom ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yog'imizda kattalar yotoqxonasi 2 xona deb aytib o'tdim-ku. Mana bu yog'imizda ham yana akfarom ko'chaga qaragan sifatli akkuratniy qilib qo'yishibdi. Narxini $26,000 so'rayaptilar. Past egasi nomerini qoldiraman, zaruriyatdan srochniga sotishyapti. Kelishtirib beraman deyaptilar. Tez pastki nomerga aloqaga chiqib, baraka qilib qo'yinglar. Bunaqa narxda, bunaqa lokatsiyadan uy topishinglar juda qiyin. So'rayotganlar bor edi. Shaharga uncha uzoq emas, Zangati ziyoratgohiga 4 kilometr, 5 kilometr oralig'ida joylashgan ekan. Tepada bizning nomerlarimiz, kimga reklama xizmati kerak, aloqaga chiqasiz, kanallarimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.